kategoriya. Menimcha bu kategoriya o'qimaydi, yezdi topshiradi. Yezdi topshiradi. Pravasi bo'lsa, staji bo'lsa, Agar umuman pravasi yo'q qilsa chiqa oladi. o'qiydigan o'qishi bor. Unda o'qiydi. Agar oldindan B kategoriyangiz bo'lsa, 1 yil staj so'ra oladi. bir yil stajingiz bo'lsa, masalan, o'zingiz haydab bilgan bo'lsangiz yoki biror bir odamni davenisa qilib qo'ygan bo'lsangiz, demak bunda siz A kategoriyani bostirishi mumkin. Lekin umuman kategoriyasiga pravangiz yo'q bo'lsa, haydovchi guvohnoma ega bo'lmasangiz, o'zini sizda o'qishi bor, to'g'rimi? O'qishi bor. Ana o'qishini o'qib, ertaga umuman ekzamen topshiradi. Ekzamen topshiradi, agar yetishmaysan. Hozir yana yanvarda biridan toza A1 degan toifa paydo bo'ldi. A1 degan toifa. Bu moped skuterlarga taalluqli. Bu o'zlarimiz aydan diniy. Qurum moped skuterlar uchun A1 degan toifa paydo bo'ldi. Agar boshqa kategoriyalarimiz bo'lsa A1 bor deb hisoblanadi. Nimalar bo'lishi kerak mana? O yani dastlabkida yurgan skuterlar bor-ku. Buni orvali to'qli moddalarga A degan kategoriya olishingiz обязательно shart. Ko'p odam o'ylab A1 degan kategoriya oson bo'ldi ekan. A1 kategoriya A bilan A1 alohida bo'ladi. A1 kategoriyasini olish uchun 20 savoldan 16sidan javob bersangiz bo'ldi. A degan kategoriya uchun 18dan javob bersangiz kerak. Ikkovi masalada boshqa narsa. Ikkovi darajasi bor. Darajasini qarab netish kerak. Kimda savol bor? Tushunmayman.